Assalomu alaykum YouTube obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Bugungi bizga kelgan yangi partiyada yangi bo'zaylar Shved Simmental Chorniy Postra har xil yo'nalishdan keldi. Zotga Xudo xohlasa nasldorchiligiga yangilaridan olib keldi. Kecha kuni qo'ygan videomizdagi bo'zaylardan Xudo xohlasa sotdik, tarqatdik. Qo'ygani bir dona mana shu katta simmentalimiz bo'ldi. Buni ham odamlar kelamiz deganiga ishonib qolib, barakasini bermadi, savdosi bo'ldi. Bu yerda yangilarini olib keldik. Zo'rlaridan, sutdan chiqqan variantidan Simmental, Shved, Novvoz hamda Xunajin ishqibozlariga mana ko'rishinglar mumkin. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasidan bo'ladi. O'zimizning xonadonimizdan chiqaramiz. O'z pastiyani o'zimizning xonadonimizdan chiqaramiz, boshqalarda hayvonlarni kamdan kam qo'yamiz. Go'zaylarni zo'rlaridan hammasi zotga, zotigacha garantiya beriladi. Novvoz Xunajin. O'tdan chiqqanlarga bu yerda bir dona sutemi so'raganlarga sutemi German Xunajinchamiz bor. Narxini ham chiroyli qilib beramiz. Biz uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalarimiz, do'st birodarlarimiz, hoji ota, hoji onalarimizga barchasiga salom yo'llaymiz. Xudo xohlasa chiroyli video, xalqqa manfaatli video qilib beramiz. Bittadan like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Xunajinimiz bo'lmasa boshladik. Biz sutemgilardan boshlayveramiz. Xudo xohlasa kattalarni ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sutemgi Xunajinimiz 35 kun 36 kunlik bo'ldi. Toza German Xunajin. Molga qo'shaman desanglar, qo'shsanglar ham bo'laveradi. Soskada ham sut ichaveradi. 35 kun 36 kunlik bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 11 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Xayriga o'tib beramiz. Vohalarga ham chiqarib beraveramiz. Faqat kelishilgan holatda kartaga pullarni tashab bersanglar, chiqarib beraveramiz. Mashinalarga gaplashib beramiz. Vohalarga xuddi shunday vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'onaga bitta olganga ham 10 ta olganga ham borganda molni ko'rib, pulini sanab beraverasizlar. Zakalat tashab berishlaringiz ham muhim emas. 11 million kami bor. Simmental ishqibozlariga mana aka-ukalar sutdan chiqib, o'tga kirgan variantdan toza 100 ga 100 simmental, Xudo xohlasa. Oyoq qo'llari mana stakan tuyoq baquvvat narsalar. Orqalari pachka bo'lib yotibdi. Bo'zaylarimiz 70 kunlikdan bo'ldi. Mana orqalarini ham ko'rsanglar bo'laveradi. Bu shunday dahshatdan tortingda juplar. Yeb ishtilariga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiya beriladi. Bo'zaylarni qaranglar. Jup olib baqsanglar ham maza qilaverasizlar bularni. 100 ga 100 simmentalik o'si ham mana. Ishqibozlar bo'ladi, qolsa aloqaga chiqarasizlar. Donaga so'raganlarga ham donalab ham sotaveradi. Jupiga ham kelishaveramiz. Narxi 20 million 500 ming so'mdan kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Agar jupini bir joyga olaman deydigan bo'lsanglar, jupiga 40 million so'm qilib beramiz. Xayriga o'tib beramiz yana. Bu qochalarni qaranglar. Ikkosi ham bir-biridan kuchli. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Olib baqinglar. Buni olib borasizlar, ikkosini zagonga qo'yib yuborib, baqsanglar, maza qilasizlar. Jupiga 40 million, donaga 20 million 500 ming so'mdan tanlab olaverasizlar. Olib kiravering. Mana bir dona toza German buqachamiz mana. Ko'rganlar tekshirib olaveradi ham. To'qol shaxlari kuydirilgan. Orqa oldi korobkalari vobshim dahshat mana. Orqalari pachka bo'lib yotibdi. 100 ga 100 German. Behijolat o'ylanmasdan olaverasizlar. Molda dahshatlardan olib kelganmiz novvoslarni. Bu ham simmentallar bilan bir xil. 70 kunlik bo'lgan. Endi simmentalning narxi boshqa chiqadi, bular narxi boshqa chiqadi. Simmentallar endi nomer 1 bo'lib ketgan O'zbekiston bo'yicha trendda bo'lyapti. Buni narxiga 17 million so'm kamini qilib beramiz mayli. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Ozgina xayriga o'tib beramiz. Iloji boricha eshigimizga kelib, bo'zaylarni ko'rib, oyoq qo'llarini yeb ishtilarni ko'rib, keyin pul sanasinglar ham bo'laveradi. Xohlasanglar eshiginglarga borganda bo'zayning sog'lomligini ko'rib, oyoq qo'llarini ko'rib, hamma yo'g'ini tekshirib, keyin ham pul sanab bersanglar bo'laveradi.
17 million so'm kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Mana xunajinlarga yetib keldik. Bir dona shved xunajinimiz. 2,5 oylik bo'lgan. Sog'lomligiga, yeb-ichtisiga garantiya. Bu bezaklarimiz, novvoslarimiz ham, xunajinlarimiz ham sutdan chiqib o'tga kirganlaridan. Bu ham xudo xohlasa dahshat bo'lib chiqadi. Bir dona sutimga bor edi. Qolgan hammasini yeb ishtilarini ko'rib olaverasizlar. Ushab turinglar. Mana ostilari ham mana oq yelin, oq tutay jonivor. Oyog'idan maza qiladi. Go'zaydi qaranglar turishini. Jonivor. Mashalloh, buni oyog'idan maza qiladi. Qo'yib yorib baxsanglar, yana ham o'zgarishi zo'r bo'ladi. 2,5 oylik narxiga keladigan bo'lsa, narxi unaqa baland aytmaymiz. Xayriga ozgina o'tib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. 12 million 500 ming so'm kami bor. Xayriga o'tib beramiz. Dastavkalari ichida. Aloqaga chiqaverasizlar, shoshilamiz. Bo'zaylarimiz kundan kunga kelyapti, yangilari sotilyapti, qo'yilganlari. Endi mana toza cho'rnik postralarga yetib keldik. Bir dona o'zi cho'rnik postramiz. Bitta olib kelganmiz. Yosh oyliklari 3,5 oylik, 4 oylik atrofida yeb-ishtilari, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Mana tutaylarni ham ko'raverasizlar. Tutaylari o'shanda yelilarni qaranglar, buni jonivordi. Oyog'idan maza qiladi. Ostilarni qaranglar akalar. Buni qaranglar. Mana. Toza 100 cho'rnik postra qiziqqanlarga mana cho'rnik postradan olib kelib qo'yganmiz. Buni endi to'g'ri, ko'pchilik hali hamma yoqda sementalni o'zini ishqivozi bo'ladi. Qorao'larni o'zini ishqivozi bo'ladi. Shvedni o'zini ishqivozi bo'ladi. Tushunganlarga endi hammani molvozlarda endi hamma har xil turiga ishqivoz bo'ladi-da. Kimdir semental, kimdir shved, kimdir cho'rnik postra. Semental baqqan odam buni baqqisi kelmashi mumkin. Buni baqqan odam cho'rnik postralar, baqqan qorao'lar baqqan odam shved, sementalga qaragisi ham kelmaydi. Ular baqqan odam bunga qaragisi kelmaydi, lekin hammasini zoti xudo xohlasa zo'r. Orqalari pachka bo'lib yotibdi mana. Yeb-ishtilariga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiyasini beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Narxiga 14 million 500 ming so'm ozgina o'tib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi mayli ichida. Olib kiravering buni ham. Mana endi shved partiyalarga yetib keldik. Mana shved xunajinimiz 4 oylik atrofida, yeb-ishtilari, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Oyoq qo'llari baquvvat, go'zaydi. Baqbaqalarini qaranglar. Ko'rgan odam novvosmi deb o'ylaydi. Uni qaranglar, bellarining liniyasini qaranglar akalar. Go'zay, vo'shum dahshat. Ostilarini qaranglar, jonivorda. 4 oylik bo'zayimiz. Narxi 17 million kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Yeb-ichtisiga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiyasini beramiz. Xunajin turishini qaranglar, jonivorda. Mashalloh. Xudo xohlasa yaxshi niyatda videoni ko'rib, biz ozginagina qilgan mehnatimizga bittadan like bosgan odamni ilohim uyida shu bo'zaylardan kamida 10 ta bo'lsin. Ilohim 100 ta 100 talab bo'lib ketsin. Olib kiravering Xursandbek buni ham. 17 million kami bor. Kecha kuni mana semental buqamizni chiqarganmiz. Buni ma'lumotlarini to'liq berganmiz YouTube'ga. 10 oylik bo'zay, yeb-ishtisi, sog'lomligi hamma yo'g'iga garantiya. Toza avstriyskiy so'ragan ishqivoziga kecha qo'ydi. Endi videoda ko'ra olmagan ko'kalarimiz, opa-singillarimiz, hoji onalarimiz bo'lishi mumkin. Narxi 30 million 500 ming so'm. Kamini qilib beramiz, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Endi bu bo'zaylar yangi tug'ilgani ham sementalda o'zi 15 million bo'lyapti. Yo'q deganda. Topsiylar ashunda ham. Bugunga xudo xohlasa mana shu bo'zaylarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Kundan kunga yangilari kelyapti, sotilyapti, kelyapti. Bundan ham zo'rlarini olib kelib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sementallar turishni qaranglar akalar. Ozginagina qilgan mehnatimizga bittadan like bosib do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.